Assalomu alaykum. Sizlar bilan Trezor Papa. Bu videomiz anchadan kutilayotgan video. Bu sovg'aga qo'yilgan akkauntni obzor qilamiz. Birinchi o'rinda profilga kirib olamiz. Ko'rib turganingizdek 43-level, ratingni 1 marta master. Bu ratingda esa 5 marta. Robsa ko'rgan bo'lsak, sotib olmagan, hech qaysi sotib olmagan. Ana endi kiradigan joyimiz endi hisoblaymiz. Ya'ni boshqa deydigan Narutoga bo'lingan. Boshlar bunaqa qo'yilsa ham bor. Bunaqa yopiq kiyimli, bunaqa soch. Bunaqalar. Men tezlikka o'tkazib tashlayveraman, o'zidan ko'raverasizlar. Keyin Narutodagi maska bor. Lekin bu keyin bu naborlar bor. Men tez o'tkazib ko'raverasizlar. Akkaunt yaxshi akkaunt. O'zim bundan ko'targan akkaunt. Jam old narsalar bor. Bo'lgan odam mazza qilib o'ynaydi. Shart bu akkauntning shartlarini oxirida aytaman. Mana endi emotsiyalarga o'tdim. 5 ta emotsiya bor. Rating, bu rating. Bu yozishimiz. Sumkalarga o'tamiz. Ko'k rangli sumka bor. Bu bor, quyonchali sumka. Bu bor. Ochilmabdi. Bu bor. Bokslarga o'tsak. Naruto bilan degan boks bor. Bu bor. Yana o'tib skilar. Хорошо выглядит. Akkaunt anchadan kirmagan lekin bir ichida o'tib narsalar bor. Kanalimni rivojlantirish uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Mana endi arzuyingiz. Emontoga bitta. Akimga bitta. Yo'q. Garyoga bitta bor, Grazaga bitta. Famsiga bitta, 78 ga. Atoq Parafalga bitta bor. Jor Frontiga bitta bor. 1900 bitta SSDga bitta bor. Yo'matirga turgan bo'lsak, M249 ga bitta bor. Pagotaga bo'lsak, bitta. 90 ga bitta, Thompson bitta. Taravarlardan Magetik xolos. Snayperlardan X94 ga bor xolos. Eng mana shu bu Deagle skinni kim ko'rgan? Kim o'ta kerak bo'ladi, mana skinni yaxshi bilish kerak. Eng muhimi Deagle'ga skin bor. Keyin M1917 ga skin bor. Birinchi o'zi Deagle'ga skin bor. Akkaunt yaxshi tomon shu Deagle'ga skin bor. Ближний bo'ylardan Skartga 4 ta, Paranka 2 ta, Bitaga 2 ta, Katanaga yo'q, Kasaga bitta, Nurga bitta. Granatlardan 5 ta bor, Senga yo'q. Ulardan 79 bitta xolos. Ana endi qayerga kiramiz? Qayerga kirsak bo'ladi? Personaj qo'yamiz. Ko'rib turganingiz hamma personajlar olingan. Ana endi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz nima bor? Druzasini bir ko'rsatib chiqamiz. Ko'rganingizdek shu bolalar akkauntda endi shartini aytaman. Bu akkauntni yutib olish uchun birinchi o'rinda mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz va shu videoga like bosib, Instagramga kirib Trezor Papa deb qidirsangiz, ya'ni Instagram akkauntim chiqadi va bu yerga Instagram kanalimga obuna bo'lasiz. Yutib olish 95%. Chunki hozirda hech kim butunga ishtirok etmayapti. Agar siz bunga bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, tezlikka shu ishlarni qiling. Va shu video kommentida obuna bo'ldim deb yozib qoldiring. Siz konkursda qatnashasiz. Yutib olish ehtimoli 100%. Chunki hozirda hech kim qatnashmayapti. Sog' omon bo'ling, sizlar bilan Trezor Papa bo'ldi.